Jentradi okamizga keldilar-da, mana shu plyonkamizdan urib berayotgan paytimiz o'zlari ikkilandilar. Videoga tushib bering desam, "Aka, tusholmayman, noto'g'ri tushunmang, lekin gapirib beraman" dedilar. Bilasizki, o'zingizlar baho berasizlar. Orqadagi plyonka bilan oldidiga e'tibor beradigan bo'lsanglar, oldidining keramik effekti kuchliroq. Hozir o'zlaridan fikrlarni eshitamiz. Xo'p, ichkaridan ko'rinishiga to'xtalamiz. Okamiz armadan urdirganman. "Aka, armadan qilib bering" deb keldilar. Fokusga to'g'rilaymiz. Orqada yo'di-yuro bo'lib ko'rinyapti. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, buni ko'rinishi ancha tinnu. 70 tali urib berganmiz. Sonzashtasi ham 93% gacha chiqadi. Eng asosiysi aka ichkari ko'rinmasin dedilar. Boshida hozir aytamiz. Aka kelgan paytingiz nima bo'ladi? Ko'rinishi bilasiz ikkilantiryapti-da sizga. Mana bunaqa probni urgan paytingiz sal o'ylangandim. Yo'q, ikkilandingiz. Qo'ygan paytingiz qanaqa bo'lar ekan? Anaqasi bilasiz qanaqa turar ekan deb. Hozir mana ko'ramiz. Yo'qda, xudo xolasa. Ha, akamiz xolis bor narsani aytayotdilar. Birinchi probni oynani ko'rsatib qo'yib berdim. Sal ikkilandilar, ichi ko'rinyapti, aka dedilar. Olib chiqib urganimizdan keyin bleski bilan ko'rinish akamizga yoqdi. Agar sizlarga ham mana shunaqa plyonkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Endi akamiz sekin Oybekga ketaveradilar, jentralarda katta bola bo'lib.